2025-yil 17-oktyabr O'zbekiston kasaba uyushmalari tarixida yangi davr boshlangan sana. Prezidentimiz o'sha kuni bir guruh tarmoq vakillari bilan uchrashdi. Muloqot chog'ida davlatimiz rahbari ta'kidlaganidek, 120 yillik tarixga ega bo'lgan O'zbekiston kasaba uyushmalari faoliyatida yuksalish va pasayish davrlari bo'lgan, ammo bu tashkilot hech qachon o'z dolzarbligini yo'qotmagan. Bugun kasaba uyushmalari nafaqat mehnatkashlar huquqlarini himoya qiluvchi, balki inson qadrini ulug'lovchi, adolat va hamjihatlik g'oyalarini hayotga tatbiq etuvchi fuqarolik jamiyatining yetakchi kuchlaridan biriga aylandi. Ana shu 120 yillik ulkan tarixni izchil va jonli tarzda namoyon etuvchi O'zbekiston kasaba uyushmalari tarixi muzeyi. O'zbekiston kasaba uyushmalarining 120 yillik tarixiga daxldor hujjatlar mana ko'z oldingizda namoyon bo'ladi. Eng qadimiy faktlar 1905-yili tashkil qilingan ilk kasaba uyushmalari O'zbekiston temir yo'lchilari va aloqa xodimlari tomonidan tashkil qilingan va muzey to'ridagi mana shu noyob eksponat ana shu haqiqatdan so'zlaydi. Bu boy ma'naviy meros maskani. Ushbu muzeyimiz 2021-yil 10-noyabrda ochilgan. Ushbu muzeyimizda 2000 ga yaqin eksponat to'plangan. Ushbu tarixiy hujjatlar, eksponatlarni uzoq yillar davomida O'zbekiston Milliy arxivi, O'zbekiston kino hujjatlar arxivi, bundan tashqari yaqindagina biz Sankt-Peterburg arxivlarida ishlab keldik. Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasi, bundan tashqari o'sha Rossiya Federatsiyasidagi kutubxonalar, arxivlardan to'plangan hujjatlar asosida yig'ilgan. Bu yerda biz 1905-yilda tashkil topgan ilk kasaba uyushmalariga oid hujjatlarni ko'rishimiz mumkin. Misol uchun 1905-yilning fevral oyida aynan Toshkent temir yo'lchilari O'rta Osiyoda birinchi bo'lib 8 soatlik ish kunini joriy etish, bayramlardan oldin ish kunini qisqartirish kabi talablarni qo'ygan holda talablari bilan chiqishadi. Shu hujjatni asl hujjati nusxasi bor bizda. Bundan tashqari 1905, 1906, 1907-yillarda qabul qilingan nizomlar, ya'ni ustavlar o'zi va ularni loyihasini, asl nusxalarini ko'rishingiz mumkin. Demak, bosib o'tilgan shonli yo'l muzeyda bir nechta bo'limda taqdim etilgan. E'tibor beradigan bo'lsangiz, mana Tsinsadze sirkida quruvchilarning kasaba uyushmasini ta'sis majlisi bo'lib o'tishi haqida 1906-yil 17-sentyabrda shu kabi ma'lumotlarni ko'rishimiz mumkin gazetalarimizda. Mana o'sha Tsinsadze sirki bu qayerga to'g'ri keladi? Tsinsadze sirki hozirgi kunda bizning O'zbekiston kasaba uyushmasi saroyi bor. Bilsangiz, o'sha saroyimiz, ya'ni 1905-yilda ham bizga tegishli, ya'ni kasaba uyushmalarining eng muhim tarixiy voqealari o'sha yerda bo'lib o'tganini ko'rishimiz mumkin. O'sha saroy hozir ham o'sha saroy mana bu tarixiy ko'rinishi hozirgi kunda bu O'zbekiston kasaba uyushmalari saroyi bu. Birinchi bo'lim 1905-1924-yillarda Turkiston o'lkasida kasaba uyushmalarining tashkil etilishi va faoliyatiga bog'liq. Mamlakatdagi eng xalqchil tashkilot O'zbekiston kasaba uyushmalariga 120 yil va mana shu biz turgan modernizatsiya qilingan kasaba uyushmalarining muzeyida 2000 dan ortiq eksponatlar bor va har bir eksponat o'ziga xos tarixdan so'zlaydi. Bu tarixning bir jonli guvohi desak mubolag'a emas va aynan muzey ishini modernizatsiya jarayonida yangi zamonaviy texnologiyalardan, xususan sun'iy intellektdan foydalanishga alohida e'tibor qaratildimi? Albatta, muzeyimizda O'zbekiston kasaba uyushmalari tarixida jadidlar harakatining ham roli namoyishga qo'yilgan. Jumladan Abdulla Avloniy, Abdulla Qodiriylar ham kasaba uyushmalariga aloqador shaxslar bo'lib, Abdulla Avloniy dastlab kasabachilik harakati jurnali bosh muharrir lavozimida faoliyat olib borganlar va bugungi kunda muzey modernizatsiya qilishgandan keyin ko'plab bulardan tashqari qator jadidlar haqida ma'lumotlar topilgan. Mana bu yerda namoyishga qo'yilgan jadidlar harakati yorqin namoyandalari, fotosuratlari va ular haqida ma'lumotlar bilan tanishishingiz mumkin va shu bilan birgalikda interaktiv xizmat sifatida sun'iy intellektdan foydalanilgan holda bu yerda jadidlar harakatining yorqin namoyandasi Abdulla Avloniy haqida ham ma'lumotlar olishingiz mumkin.
Albatta, ikkinchi jahon urushi yillari fidoyilik va jasorat sinovi bo'ldi. Kasaba uyushmalari ham frontda, ham front ortida mehnat qildi. Urush yillarida 83 mingdan ziyod jangchi, 6 ming hamshira va 20 ming sanitar tayyorlangan. 3 milliondan ortiq fuqaro mudofaa qoidalari bo'yicha o'qitilgan. Evakuatsiya qilingan gospitallarga 750 dan ortiq uyushmalar homiylik qilgan. Bu dalillar muzeyda foto planshetlarda jonli tarzda yoritilgan. Albatta, muzeyning yangi davri O'zbekistonning yangi tarixiga oid. Biz har birimiz guvoh bo'layotgan yangi O'zbekiston islohotlari, bunyodkorlik va yangilanishlar. Bu davrni haqli ravishda faoliyatning oltin sahifasi deyish mumkin. Eng dastlab 1905-yilda mehnatkashlarni 8 soatlik mehnat huquqi borasida birlashtirgan tashkilot 120 yil davomida turli davrlarni boshidan kechirdi va bugun yangi O'zbekiston davri O'zbekiston kasaba uyushmalarining eng faol va jo'shqin rivojlanish davri deya e'tirof etilyapti. Chunki mamlakatda eng buyuk g'oya inson qadri uchun degan ilg'or tashabbus asosida yangilanishlar, bunyodkorliklar olib borilyapti. So'nggi 8 yilda birgina kasaba uyushmalari tarkibida 84 ta obyekt qad ko'tardi. Bular sanatoriylar, kurortlar, bolalar bog'chalari, suzish havzalari va qator ijtimoiy obyektlar. Ularning har birida mehnatkashlarning ko'ngildagidek ishlashi, dam olishi va hordiq chiqarishlari uchun, sog'liqni tiklashlari uchun barcha sharoitlar yaratilgan. 2016-yildan to hozirgi kunga qadar kasaba uyushmalari faqat tashkilotchilik bilan cheklanib qolmasdan, inson qadrini ulug'lovchi fuqarolik jamiyati institutiga aylandi. O'zbekiston kasaba uyushmasi to'liq hamma xalqaro bitimlarga, xalqaro mehnat tashkiloti bitimlariga to'liq qo'shilib, hamma shu jarayonlarda hukumat bilan birgalashgan holda bajarib kelayotgan tizimni biz ko'rishimiz mumkin va shu jarayonni ham demak aynan konvension masalasi bo'yicha implementatsiya ijro etish masalasi ham mehnat kodekslarida va boshqa ijtimoiy qonunchilik tizimida to'liq amalga oshirilyapti. Ham bu muzey, ham bizning institutimizda, ham akademiyamizda noyob tashkilotlar davlat uchun, xalq uchun biz shu mehnat huquq tizimini yanada bir bora yuqori darajada shakllantirib, rivojlantirish shart. Muzeydagi yana bir muhim fakt, yaqinda O'zbekiston kasaba uyushmalari faoliyatiga daxldor 120 yil xalq bilan birga degan mana shunday kitob nashrdan chiqdi. Uning har bir sahifasi, bu yerdagi har bitta fakt 120 yillik tarixga daxldor. O'sha mehnatkashlarning huquqlari, ularning intilishlari ifoda etilgan. Va aytish lozim, mana shu kitob yaqinda 17-oktyabr kuni nashrdan chiqdi va ayni o'sha kuni davlatimiz rahbari O'zbekiston kasaba uyushmalari faollari bilan muloqot qildi va muloqot chog'ida O'zbekiston kasaba uyushmalarini mamlakatdagi eng xalqchil tashkilot deya e'tirof etdi. Aytish lozim, so'nggi 8 yil ushbu tashkilotning yangi tamomila bir tarixiy, shiddatli rivojlanish davrini boshlab berdi. Chunki qachonki kasaba uyushmalarini taqdiri haqida so'z yuritilar ekan, bu mamlakatning iqtisodiyoti barqarorligiga daxldor. So'nggi 8 yilda O'zbekiston iqtisodiyotiga kiritilgan 130 milliard dollardan ortiq investitsiya, joriy etilayotgan yangi loyihalar, amalga oshirilayotgan tashabbuslar va albatta hududlarda, eng chekka hududlarda barpo etilayotgan korxonalar, bularning hammasi mehnatkashlarning, ishchilarning bir ko'ngildagidek mehnat qilib yaxshi yashashiga, orzulari ro'yobiga xizmat qilmoqda. Va aytish lozim, bugun mamlakatdagi inson qadri uchun degan bir ezgu g'oyaning ro'yobi ham albatta har birimizga, har bir oilaga, har bir oilaning dasturxoniga, orzu umidlarga daxldor. Bu tarix muzeyi 120 yil ichidagi alohida tarixiy voqea deb e'tirof etish mumkin. Kasaba uyushmalarini faoliyatini o'ziga qamrab olarkan, uni 1905-yildan bugungi kungacha bir nechta bosqichlarda mehnatkashlarni ijtimoiy, iqtisodiy huquqlarini, manfaatlarini qanday himoya etgani, ish beruvchilar bilan qay yo'sinda ijtimoiy sheriklikda ishlar yo'lga qo'yilganini yaqqol ko'rsatib beradi. Muzeyni aylanib yurganimda e'tibor qaratdim. Ish beruvchi kasaba uyushmasini raisiga xat yozyapti. Kelishish uchun mehnatkashlarni shanbalikka olib chiqishga ruxsat so'rayapti va u yerda kasaba uyushmasini rozilik xati. Bu shunchaki hujjatlar emas, ayni tariximizda ham ijtimoiy sheriklik masalalari juda bir yuqori darajada yo'lga qo'yilgan ekan. 120 yillik tarixni so'nggi 7-8 yilini men gapiryapman. Sog'lomlashtirish sanatoriylar 15 ta bo'lgan bo'lsa soni, bugungi kunda bularning soni qariyb 2 baravardan ko'proqga oshdi. Yana buni kelgusida oshirish bo'yicha muhtaram prezidentimiz uchrashuvda har bitta hokimlarga ham tavsiyalarni aytdilar. Har bir
hokim hududlarida mana shunday xodimlarni sog'lomlashtirish uchun sanatoriylarga joylarni ajratish masalasi. Hattoki xodimlarni oila a'zolari, farzandlarini kelgusida sog'lom, barkamol bo'lib voyaga yetish uchun bolalar sog'lomlashtirish oromgohlariga ham e'tibor qaratdilar. Demak, mehnat qilish uchun yaxshidan mehnatga hamdam deymiz, ishlashni bilganimizdan keyin dam olishni ham bilaylik deb aytdilar prezidentimiz. Mana shu joyda bilasizmi, haqiqiy mehnatkashlarni haq-huquqini himoya qiluvchi kasaba uyushmalaridan ham oldinda ketayotgan davlat rahbari, muhtaram prezidentimiz ekanliklari bizga juda katta g'urur bag'ishladi. Bu muzeydan ko'plab eksponatlar joy olgan. Shu bilan birgalikda Kasaba uyushmalari federatsiyasiga tegishli bo'lgan hunarmandchilik va tikuvchilik markazidan biz hunarmandlar ham o'z mahsulotlarimizni joylashtirdik. Bu mahsulotlarimizni muzeyga kelgan chet el va mahalliy mehmonlarimiz o'zlariga yoqgan mahsulotlarni ko'rishlari va sotib olishlari mumkin bo'ladi. Bu mahsulotlar O'zbekistonni bir bo'lagi sifatida o'z davlatlariga olib boradilar va O'zbekistonni eslatadi, Kasaba uyushma federatsiyasini eslatadi degan umidda biz. Muzeyda O'zbekiston kasaba uyushmalari nashri bo'lgan Ishonch gazetasining ilk sonidan to bugungi kungacha bo'lgan sonlarning elektron varianti bilan ham tanishish imkoniga ega bo'lasiz. 2021-2025 yillar oralig'ida muzey 5030 nafar tashrif buyuruvchilarni qabul qilgan. Shular orasida qator xalqaro mehmonlar, kasaba uyushmalari umumkonfederatsiyasi delegatsiyasi, xalqaro kasaba uyushmalari konfederatsiyasi delegatsiyalari, Tojikiston, Qirg'iziston, Boshqirdiston, Eron, Mongoliya, umumxitoy kasaba uyushmalari federatsiyasi vakillaridan iborat delegatsiya. Umumiy hisobda 23 ta xalqaro delegatsiyalar O'zbekiston kasaba uyushmalarining boy tarixi va bugungi kundagi yangi O'zbekiston, yangi kasaba uyushmalar faoliyati bilan tanishib, o'zlarining iliq va samimiy fikrlarini bu yerdagi faxriy mehmonlar kitobida yozib qoldirishdi.